Mushkipingizlar o'g'inib ketdim, diyarim o'zgardi, rahmat, u bu deb nayt yaxshi inkasli kelib ketibdi. Oldingi filmda bir o'zimizning ko'z qarash to'g'riliq bir muzokaralarsak. Shu kundan boshlab aqsibda nurg'un uchurlar mushunga munosabatlik, mushunga o'xshash gap so'z temida bir jiqraq film chiqarsang bo'ldi deb talab qilg'ashqa, o'xshamagan ko'z qarashini biyak akilib, alqaylab mangla degan maqsad ta'attoq ma filmni oldin qitimqi ulab. Degan paranchidigan temimi nurg'un yosh bolalar duch kelayotgan, bizlarmi nurg'un qijilinib javobini aran yeshgan endi bir tema. Majlisdan boshlab ikkinchi qo'l mashinaning ilm sitimdan ishlarini qilamiz dedik emas, mana shu bijishki shogirdni jiddiylam o'sh og'an, shu shogirdni kelgan kuni paranlashib o'tirib bir gap chiqib qoldi. Men shogirdni kuzetsam da o'ziga o'z bisim qilgan bir avval vakincho, shu jiqraq pul topsam bo'ldi, ishtigirak pul topsam bo'ldi deb chirib chiqsam. Shunlar o'tirib so'rdim. O'sqonli oshmo desam yo'q deydi. Ko'rikdan tegib yetib qopattamsizlar yo talar qoldingmi desam yo'q deydi. Ten salomatlik normalmi desam normal deydi. Nimaga bisim qilisizlar so'zingizga? Men dedim, "Ma vaqt tomoqni yeb bo'lib, keyingi vaqt tomoqqa nima yesam bo'ladi?" deb deganning o'zida darur pul topmasa qolmaydigan manda bas chiqib kelganda o'zimizga bisim qilsak qoldi. Ham shu zamat pul topadigandan ishni izdansak qoldi. Bo'lmasa, qo'saq to'qosa, turdig'anga joy, o'zimizning ota-onamizning tan salomatligi yaxshi bo'lsa, hargiz pul tepishga aldirmanglar. Mening endi bir ko'ngil so'zim jumasiligi deyib oldig'ini. Ko'nglingni ko'rib, "Alam bojini" deydi, "Falali" deydi. Ishlam turib g'ol-g'ol qo'zg'ab, manda deb havas qilishing mumkin. Lekin men qo'yib bersam, mening bir pushayminim. Agar men 10 yil keyin qaytarib qo'yib qolsam, hargiz menda eglik tiklab pul tepishga men shaxsan aldirmaydim. Kichiklar pul teppaga ish va xatarlik uchun nimishqa sanglar, asla 30 yosh kichiga odam, 40 yosh kichiga odam topadigan pulni 20 yoshdan teppaga ishning oqibati qanday bo'ldi desanglar, bizda u iqtidor bo'lgan bilan shu pulni topadigan, o pulni saqlab qoladigan iqtidor yo'q. Loyiqida bijdarab qoladigan iqtidor yo'q. Nefsimizni boshqaradigan iqtidorimiz yo'q. Shu yoshga bormaguncha, shu so'g'atni boshda o'tkazmaguncha ega o'g'ilmaydigan tajribali kam. Shu men pul tepishga aldirmanglar deyishimdagi sabab ham ishning navbati bor-ku. Menda aytsam nurg'un aylan tillashi mumkin. Sening gapingga chirib 30 pul topmay yursak, to'yni qanday qilamiz, mashina qanday olamiz, uyni qanday olamiz deb. Ashning o'zi dal o'zinglik qilayotgan bisim. Men bir xo'yim bormish, misolni faqat qo'llashtirolmayman, lekin eng tepidiga yagilam udillab o'xshatib beralayman. Men da'atgan gap, men jarayon nimaga o'xshaydi desanglar, 3000 metr jiroqlikqa jug'urishga qatnashib baqqan men manglar yundan qo'yilda maktabdan yo musobaqadan. Hozirning o'zida pul tepishga aldirayotganlar nimaga o'xshaydi desanglar, ripper tapanjini vang atganningiz dek o'z ko'ngilda g'azab ishtik jug'ratimi deb shu gumbaranishib manganga o'xshaydi. Amaliyot qanday bo'ldi demsam bilasizlar. Birinchi maydonda g'ozada qizbollar qashitib zadi men degan yomon deb menga maqa. Ikkinchi maydonga kelganda-cho surat astilayda. Uchinchi maydonga kelganda jug'urishdan mingish o'zgaraydi. To'rtinchi maydonga kelganda ko'z ko'rib turibmi, cho'ng denshanda. Qilib shu joydilam yotadigan ish va to'g'rimi yo'qmi? Men da'atqa yo'l qanday yo'l desanglar aldirmay. Ten salomatlikni asos qilib turib, ugunishni asos qilib turib, o'zimizni tavlashni asos qilib turib, nishonni iniq qilib turib aldirmay. Panjini bir van qilib atdima, yengil jug'urimiz bavchirchiydi jezo. Xat memimiz karimiz yo'q, eng qayg'ida qasaqma karimiz yo'q. Bizdan qildig'imiz chunki bizning nishonimiz iniq. Oxir holatda aldirmay, mangimiz oxirdagi bir maydon, ikki maydon qolgan vaqtida butun kuchimizni chiqarib bir jug'ursak, bayamash oldimizga chirkatgan odamning hammasi shu qaylabla qoladi. Eliqqa qizil latini silib chiqib futsizlar. Hozir men da'atqan men o'zim mis qilgan men red tartib qoida bu pul mol dunyo igili xizmat qilam tushmaydi. Bizdan mush turmushimizga, muhabbatimizga tushida. Mush ishingizda ishim yo'q vaqtida haqiqiy muhabbatingizni fuchqita olasizlar. Fuchq qozinib bo'lib, pul tep bo'lib, o'ngda to'ngda qilib bo'lib, fuchqaga odam bilan ishim yo'q holat fuchqaga odam o'xshamaydi. Maqsad nima desanglar fursat kutish. Bu hargiz vaqt sirab qilganlik chimaydi do'stlar. Sizlar hozir shu erishishni xohlayotgan, tamoq qilayotgan narsanglar hamon bujikini qo'lingizga keldi. Aldirmasanglarmi? Lekin aldirsanglar mumkin emas kelmaydi. Mush gapimni yodingizga ching tutinglar, o'zimizning bishida o'tgan ishlar. Til saviyamizni avutsak bo'ladi. Ichini qilib bedanni taqimi sog'lom qilsak bo'ldi yoki o'sh hunardan jinigini qo'ysak bo'ldi. Qanday bo'lsin, bilmagan narsani, mayli ideya jihatdan, mayli bilim jihatdan, mayli iqtidor jihatdan o'rganishni to'xtatib qo'ymay, o'zimizni tavlab, hozirgi tijoratimiz yoki xizmatimiz odatdagi bo'lsin yoki normal bo'lsin, mayli nishonimiz aniq qo'ysak bo'ldi, lekin eng muhim yeri jumak kelgusida qo'ygan nishon maqsad bundan aniq qilib sukutni saqlaymiz. Ashta o'zimizni baqa bo'lmay tavlab darajamizni ustiga vaqtida endin taxmi jiq fursatni bayqaydigan tajribaga ega bo'lamiz. Bayqagandan keyin kap tutalaydigan tajribaga ega bo'lamiz. Ashta bo'lganda endin sil tamoq qilayotgan, erishmoqchi bo'lgan narsaning hammasi endin keladi. Bak jiq so'zlaversak, men qiyib ketadi, men oldi deganni qaytadan anglab, o'ylanib baqsanglar bo'ldi. Endi oldin qilsanda ishlam bo'lsa, medilisanlar bo'ldi, mayli vaymay to'ssanglar mayli, baqa o'tkazmanglar, endi miyman olmaysizlar desam, nurg'unaylar shinzoda yu nuli degan gapni qilib qo'yapti. Nima ish qilishni ufqanmayotgan odamga qarta degan gap bu.
Özünün tanlışının doğru hatalıqını, aş yolda mansıb bolduğan, bolmaydıqanlığını, şu aş işini qilishni başlağanınızda özü bilsin demekçiyim yani. O biz desek akmayda. Mediyliğanınızda şu işki çiğgeniniz ya tam üstüp toqtaydı, ya doğru yolunu tapıdı. Her bir sanda dəyətqan mezmun, oxşumağan edem tipi qarta, oxşumağan basqışdaki edem qarta dəyətqan gep. Şuna eğer siz bu basqışdaki edemli bolmasanlar, senin hatta doğru dep, qoyuda cıza qılmay, ihtiyacınlı bolsam da anlat oyunu, paydalanı varsanlar bolda başqa məqsəd yox bu yerdə. Nimişqa ilə onu misal keltirib, belə bunda bu yerdə qayıb kitəmətsanlar birdən bir deməkçi olan məqsəd meyli futuq qazanış olsun, meyli məğlub bulaş olsun, üzəngildən başqa heç çıxandıq edem belgiləyənməydi. Şuna ma hazır dəyətqan müşünün qoşuş oxşumağan oyunu solda bir məslək göz qarşılığında özgərib qıb qalsa, üzəngilini qayıl qılasanlar, özəngili bilan toşaya olarsanlar, özəngili qəbul qılasanlar, əndən digərlərə özəngili birləşib itələyislər məqsədki. Bir çataqның nədən çıxıyotqan, bisimnin nədən kilovatqan, bu nimiş olayotqandan tigi mahiyyətini düşünməyə turub, aycınıvay edib, onun şu bəylən, fuyan qıysaq şu dərini özümüz tartıdıq şifa başqa şey yox. Yürekni aymay bisib, qoşaş belgisini bisib, əgər şu ağaç taqtib qoyanlar, ən mühimi başqa baldan faydalanıb qalsın. Yəni qandaraq temada ortaqlaşışını xalayışlar İnkas rayında tam müzakirələşib baxılı. Keyingi sanda görək toxum. Salamat olanlar.